Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Juda ko'pchilik obunachilarimizdan iltimos kelib tushgan. YouTube'ga ham video qo'yinglar deb hozir bitta proyektimizga keldik. Xonadonda nomiga rom o'rnatib berganmiz. Tak, bitga 6000 trio profilida rom o'rnatib berganmiz. Mijozning xohishlariga binoan fasoni tanlangan. Aksessuarlari Rotto, mexanizmlari ham, ruchkalari ham Rotto germanskiy mahsulotlardan qo'yib berganmiz. Usta xodimimiz ishlayaptilar, bitta qolgan ishimiz mana shu forskani o'rnatib berish kerak edi. Xo'p, romga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, ochilishlari двойной mexanizm qo'yib berganmiz. Chotki. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qayerdan qanaqa obyektlar, ish romlar, qanaqa fasondagi ishlarimizni ko'rsatishimizni xohlasalar, izohlarda yozib qoldiringlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Bundan keyin har bitta loyihamizni, qilgan ishlarimizni ko'rsataman. Qo'yib bergan ishlarimizga 5 yil servis xizmatini beramiz. Qilib bergan ishlarimizga 3 yil kafolat beramiz, garantiya beramiz. Bemalol 3-yilda 5-yilda qanaqadir holatlar bo'lsa, o'zimiz tomonidan albatta uni yangisiga alishtirib beramiz. Kuzatishdan to'xtamanglar, like bosinglar videoga. Mehnatimizni qadrlasalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.